O'zim uchun uy quraman deb yer qidirib yurganlar bormi shaharda ichidan? Uchtepa tumani katta qaniga kelganimizda mana shu orqamdagi 4.1 sotuvli xonadonimiz zo'r narxda sotuvga chiqyapti. Siz bu videoga bitta like bosib, yurachani qizartirib qo'ying. Men video davomida narxlarni aytib o'taman. Bundan oldin mahallani bitta ko'rsataman, tupik bo'ladi. Mashinalar kirmaydi, begona mashinalar, bolalar xavfsiz bo'ladi. Bu atrofda ko'roz qurilish ketyapti, bu yerda ham qurilish ketyapti. Kottejlar, yangi uchastkalar qurilyapti. Siz ham mana shu joyimizni olib chiroyli bir imorat qurib qo'ysangiz bo'ladi aka. Yuring, ichkaridan ham bitta ko'rsataman sizlarga. Hozirgi kunda 3 ta xonasi, bitta oshxonasi bor. Paka yashasa bo'ladi. Bu yerda mana oshxona, bu yerda 3 ta xona. Yerimiz to'g'ri burchak. Fasad uzunligi 13,5 metr. Bilasizlar, bu yerda katta qarada gaz, svet, suv, kanalizatsiya hammasi bor. Keyingi yaqin mana bu tarafni ham ko'rsating. Uy egalari shu yon atrofda turishar ekan, ya'ni qarindosh urug'lar bemalol 2 etажkalik qilib, 3 etажkalik qilib imorat qursangiz bo'ladi. Narxini har bir sotuviga $29,000 so'rashyapti. Umumiy $115,000 bo'lyapti. Yana kelishadigan joyi bor ekan. Qiziqqanlar uchun pastdagi raqam yozib qoldiraman. Uy sotish va sotib olishni menga obuna bo'lib qo'ying. Mana shu uyimizni ham yosh oilalarga, yer qidirayotganlarga jo'natib qo'ying. Manfaatli bo'ladi, foydalanib qolishsin. Salomat bo'lasizlar.